Assalomu alaykum, hurmatli No'qat Qarjimotor kanalining qatnashchilari. Bugun biz 2022-yildan 21-avgust kuni Qizilka shahrına tovuq bozoriga keldik. Tovuq bozoridagi nimalar bilan sizlarga tanishib ketamiz hozir. Tovuq qancha o'rtada ekan, shularni tanishtirib sizlarga görüşüp ketamiz. Bizni kanalga qattiq olingizlar, janob like bosingizlar. Birinchi mana shu tovuqlarni ko'rsatsak. Assalomu alaykum. Çocuklar qanchadan ekan aka? Mallarcha? Qancha sotildi? Assalomu alaykum. O'rdaklar qancha ekan aka? O'rdaklar bor ekan, mana yaxshi to'y so'lin ekan. Olib kelsangiz bu Qizilka shahrida. Mana tovuqlar bor ekan. Assalomu alaykum, tovuqlar qancha ekan aka? Ördekler 400 lira. Ördekler 400 so'm. 400 so'm ekan. Mana yerda tovuqlar bor ekan, yaxshi tovuqlar ekan. Cho'jalar ekan. Bular qanchadan? Çocular 150'likten. Tovuqlarchi? 600 lira. 600 dan tovuqlar bor ekan, yaxshi ekan. Qizilka shahrida tovuq bozoriga jiramiz. Mana tovuqlar bor ekan. Qancha so'z bor aka? Qanchada o'tasiz? 1.5 ekan, 80 so'z bor ekan. Yaxshi ekan tovuqlar. Burası qanchada o'tasiz uka? Sotildi o'ja. Emas. Emas. Yaxshi. Tovuq bozorda jiramiz. Chunki tovuq to'kchilik ekan. So'ng tovuqlar qanchadan ekan aka? Sevmiyoruz ama. Qanchadan? Kaçını sor? Çekirdek aytsangiz. Aytın ki. Mana qora qanchadan oq? Oku. 900'den sevmiz. Göç tavuklar. Go'sht tovuqlar ha? Mollarchi manalar. Horozlar 700. Yaxshi ekan, 700 dan. YouTube kanaliga chiqartirdik. Mana takan qancha ekan? Ular bir yarım. 1,5. 1.5 mingdan takan bor ekan. Yaxshi ekan. Qora Qizilka tovuq bozorida. Mana shu yerda cho'zlar bor ekan. Cho'zlar qancha necha? Çocular 50 so'm. Go'sht bor, et paqutimda hojat. Tuxum bu. 50 so'm ekan. Mana tovuqlar qancha ekan aka? Aka, tovuqlar qanchadan o'tadi? Mingdan? Horozlar 500 lira. Horozlar 1000 lira. Bo'pmi, qanchaga berasiz? Koşuklar sotlar. Yaxshi, mingdan tovuq ekan. Yaxshi, tovuq bozorida ko'rib. Burada tovuq bozori so'tatgan. Mana bozor ekan. Xo'roz qancha ekan aka? Aka, xo'roz qancha ekan? Tovuq bozorida jiramiz. Sem tovuq bor ekan, mana Yok, xo'roz qancha sotasan? 1800. 800 yaxshi ekan. Qaysi kanal? No'qat Qarjimotor. Bo'sh qancha berasiz aka? Yaxshi xo'roz ekan. Osmonda bo'ldi ekan. Ek bag'atında dog'i. Yo'q, soz bo'ldi. To'g'ri, bozorda jo'sh shunday. Mana takan bor ekan. Assalomu alaykum aka. Takan qancha ekan? Qancha ekan? Yo'qovi. Yo'qovi qancha berasiz? 3000. Yaxshi ekan takan. Mana masaya tuxum tuvovi? Tuxum tuvovi masayga? Tuxum tuvovi ekan masayga. Yaxshi ekan, mana 1.5 mingdan yo'qovi 3 mingga beradi ekan. Yaxshi. To'g'ri bozor. Alloh savdosini bersin. Yaxshi ekan bu yerda. Azimot takanni ko'rsatamiz. Takan qancha ekan aka? Kimniki? Qancha? 5000. Masayga necha? Qaysi kanal? No'qat Qarjimotor. No'qat Qarjimotor. O. No'qatdan geldin mi? No'qatdan keldim. Mehmet Ali. Yo'q, bu kadar ish
iş var da şuna gel bir kişi. Kapıdan kişi de iş var da kızı kadar şuna gel kapıdan hiç. Lokatta kalmay. Ömer toplasın. Ha? Ömer toplasın. O. Olmuyor. Oradan 5000 dep kam var ekan, o kadar. Urshi жақсы ekan? Urshi жақсы mı? Yani bu forsu sal tuttu da orsu var azı. Sakayvada. Saqayatda. Atak. Qaytib ko'rasiz? Jal, unutmak. Unutmoqni ko'rasiz ekan, mana shu olsangiz bo'ladi, shularga qarasangiz bo'ladi, yaxshi ekan. Urshi da yaxshi ekan. Mobilingizni aytib qo'ymadi? 0774 bilan 61 96 o'lik otamiz ekan. Abdurahim aka qarasangiz bo'ladi ekan, shu nomerga Untumon g'oyilda ekan, Mo'qot rayoni Untumon g'oyilda hokimida shu ekan. 5000 kam bor ota, yaxshi. Men maytda to'qtir bor ekan, yaxshi. To'qtir to'qtir bor ekan, ko'rasiz. Assalomu alaykumlar. To'qtir qancha ekan aka? To'qtir bor ekan, yaxshi. Sizga tortgan to'qtir tortgan ekan, javob beraman. Aka, to'qtir qancha ekan? Oğlar 700 so'mdan deyapti. Qayerdiki? Qizilkam resmiylar? Yaxshi, 700 so'm ekan. Shu bola tortyolar kichkina bolani qo'ldan chiqsin. Ayt jo'jalaringni. Cho'jalar narxini aytchi, to'qtir narxini ekan. 700 Ha, 700. Jo'jalaringni ayt. Ma cho'jalaringni aytchi, kishi cho'jalaringni. Cho'jalaringni aytchi, kishi cho'jalaringni dedim. Vaqtni qancha berasiz? 150 de. Katta 150. Polni qancha berasiz ekan? Bo'ptimi? Ona bu. Polni. Ha, polnini aytchi. 5000 ga berasizmi polni? Ha? Maşallah, yaxshi ekan, 5000 ga berar ekan. Kishini oladi, yaxshi. Qizilkada to'qizga jo'shni. Japoncha o'rgatadi. Yaponing qana yaponing? Yaponni qancha berasizin? Qancha berasizin? Japon meniki esin. Qancha berasiz seniki o'zi? 500. Ha, yaxshi. 5 so'm o'rgatgan yaponni, yaxshi kishini olagan. Ana aka qanchadan ayting. Mana shu. Induktor qancha induktor? Induktordan tortdi-da, shu induktordan tortib qo'ydim. Induktor kimniki? Induktor. 1,5 mingdan beri o'tar. Yaxshi, induktor 1,5 million tortgan, qizilklar shahardan kelsangiz bo'ladi. 1,5 million ekan, induktor tortib edi, uni induktor tortamiz. Induktor tortdi, shu induktor 1,5 million ekan, yaxshi. Osonroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Cho'jalar qancha ekan aka? 100 so'mdan. 100 so'mdan cho'jalar ekan, mana yaxshi ekan. Osonroq bo'ladi. Parodosh qanday ekan? Koreyskiy. Koreyskiy to'g'ri ekan, yaxshi. Nomer yo'q bola. Mana shu yerda cho'jalar bor ekan, endi cho'jalar. Qanchadan endi cho'jalar? 350. 350 ekan, yaxshi cho'jalar ekan. Qizilkar shaharida kelib olib kelsangiz bo'ladi, boylanish mana shu yaxshi cho'jalar bor ekan. Ana bu yerda da bor ekan. Arzonroq qilib beradi ekan. Osonroq bo'ladi. Induktor qancha ekan aka? Ha? 1300, 1300 induktor bor ekan, mana Qizilkar shaharida. O'tganda kommentariyada yozingizlar, induktorni ko'rib beringlar deb. Induktor to'xtab. Assalomu alaykum aka, induktor qancha ekan induktor? 1000 so'mdan induktor bor ekan Qizilkar shaharida. Mana ro'rdektor bor ekan. Ro'rdektor qancha ro'rdektor? 500. Yaxshi ekan 500. Assalomu alaykum, induktor qancha ekan? Odam tortma, induktorni sotdim ekan. Qancha induktorimiz? 1,5. To'xtang, mana yaponcha. Yapon 500 ekan, shu yapondan olsangiz bo'ladi. Induktor 500 ekan. Yapon 500 ekan, induktor 1000 so'm ekan, olsangiz bo'ladi. Qizilkar bozoridan chiqamiz. To'g'ri qancha ekan? Mana shu to'g'ri. Top 850 ekan. 850. 850 to'g'ri bo'lgan, yaxshi. Chunki Qizilkar bozorida chiqamiz. Buna qancha cho'jasiz bor ekan?
Уже 8 çocuğu var. Qancha so'm otasiz? 1200 so'm. 1200 sevgisi so'ragan to'q. Yaxshi. Maktab to'g'ri ekan, yosh to'g'ri ekan, qarasangizlar bo'ladi. To'g'ri qachon ekan? Tovuqlar 700 700-800 ekan, to'g'ri yaxshi ekan, qizga sho'rinda. Arzon ekan. 600 bo'ladi. Shunta Qizilka bozorida to'q bozori shunday jin qoldi. Sog' salomat bo'linglar. Hozir Alloh nasib qilsa mashina bozoriga o'tamiz. Ko'rishga tinch bo'linglar, like bosinglar, ko'rib qo'yib kommentariy yozib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum deb demoqchiman. Hozir mashina bozoriga yo'l sog' salomat bo'linglar. Qizilka to'q bozori. Adresini aytib qo'ysak, adresi mana bu Loqat Qizilka marshrutlarining tag joyida shu yerda ekan. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.